Bugungi aziz qaynonam ismaloqli sho'rva qilib berdilar va ismaloqli kimchi ham qilib berdilar. Ismaloqli kimchi yemaganimga ancha bo'ldi, bismillah. Va kimchi, baliqli xamirdan kimchi va shakar sirupida tayyorlangan qo'ziqorin salati. Birinchi marta bunaqa salat yeb ko'rishim. Shakar sirupi qo'shilganini yeb ko'rmagandim. Shirin qo'ziqorinli salat. Boshqacha. Masa chiqibdi. Shularni guruch bilan birgalikda yeyman. Qaynonam qorni ochmas ekan, o'zing yeydi. Savoy ertalabdan beri so'kish ishlayapti qaynonam. Ismaloq rosa chaynaganda jvachkaga o'xshab chaynalyapti. Ismaloqda o'zini sezoni bo'ladi shekilli. O'zini sezonida faqatgina shirin chiqadi. Boshqa paytlari shunaqa jvachkaga o'xshab. Qaynonam qilgan salatlarga 1 dan 10 gacha baho beryapman qaynonamga.